Xizmat uchun bosh ko'tarmay ishlayotganingizda qiz do'stingiz menga hamroh bo'lmadingiz deb sizdan og'rinyapti. Suyruning jomenni aron yeb qo'saq to'yg'izayotganingizda qiz do'stingiz "Xo'go bilan mehmon qilmadingiz" deb ranjiyotamda shu tejab chiqqan pullaringiz bilan qushqashlaringizni beqib ekologiyalik tangmoqni saqlab kishilik munosabatga giralishish orqali cho'nqur fikr almashtirayotganingizda yana sizga akilab siz nada nima ish qilyapsiz deb sizni o'sal ahvolga tushirib qo'yayotamda o'zingga az lavza nima mening demoqchi bo'lganim sizlarga oson emasda chunki bu bir xalqaroliq masala. Mana bugun Jiroq Bombaydagi jabar qilib chosh tushmagan, bo'rikiga tosh tushmagan, muhabbati chiroyli osh tushmagan, oshig'i chaqasi gosh tushmagan dongliq tadqiqotchi, buyuk tafakkur olim, faylasuf, doktor Oshdidimmi Oshdi dodisi toshchi, opsi oshchi, o'zi dongliq remotchi, silsar vashi apandimmi bu ishlar uchun bosh qotiryapti. Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning 100 tuban qiziljan do'stlaringiz yandan boyan. Mingtaslikda qutulib olgan doktor to'rdagi bir qism odamlardek o'zim kalla qotirib ijodiyat qilib o'ltirgicha xalqning ijodiyatini o'g'irlab ishlatsam bo'lmadimi deb Vashining qo'ldan Chidini o'g'irlamoqchi bo'ldi. Vashining qiz do'sti Sana mashina odam Chidining bundaq ko'p iqtidorli ekanligini ko'rib, Vashidan Chidini bir kun oriyatga oldi. Ko'rib turibdiki, bu qizvonning niyati cho'qim durust emas. Bundaq uzun yil bo'ytaq o'tgan qiz Chididek qovul, bedini po'latdek batareya vaqti uzun chidaydigan, og'rig'ini his qilmaydigan, nimdisi gapini anglaydigan zapas yigitdan birini topganda nima ishlar yuz berib ketdi? Buni o'ylash ketmaydi. Albatta, tamoq etish, uy tozalash degandek o'zi qilish xo'shaqmaydigan ishlarga soladi shu. Odatda doktor Vashi buyruq berib qo'ysa qaytib elib, lamping bo'lib, ko'ngchi bo'lib, ne uchun buzu bo'lib, ding 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 qilib turib oladigan Chidi Sananing og'zidan chiqib bo'lguncha ishlarni bitkizib bo'ladi. Sana imtihondan o'talmadim desa, imtihondan o'tkazib qo'yadi. Varang churungda takror qila olmadim desa, hamma yerni jimiqtirib qo'yadi. Hatto yo'ldan o'tganlarning ishtini yarab qolsa, sog'izib ip beradi. Mana bugun Sana poyezdda bir necha lökchaklar bo'zaq qilayotganda Chidi ko'krak kerib oldiga chiqdi. Lekin moshi ikki tok lökchakning mushpashvolariga chidamay batareyasi tugab go'nji bo'lib qoldi. Naring mashina odam sening naring mashina odam. Ebish Washingtondan uygina telefoningmi tok sendan yaxshiroq yetadi. Lökchaklar Sanaga po'g'irlik qilishga boshlaydi. Mosh vaqtda Sana xuddi ibtidoiy urush ilohining tadrijiy taraqqiyot nusxasi deganda chaqagandek ushqirliq raketa deb qattiq vaqirish bilan hayotın yoqi yerga yetib qolgan Chidi shu zaman o'rnidan dasturib Sananing tug'tiga yordamlashayotgan Sanaga po'g'irlik qilayotgan bir vokzal yo'lovchining shamilini yig'ib yutdi. Turibmi o'ylab qoldim. Kunda mushundaq poyezdga o'ltirib ishga berib kelayotgan Sana qandaqmi sog' salomat berib kelayotgan bo'g'idi. Shundan qaraganda bu qiz shu Vashidek kitob turish bolalarga kuch yetadigan o'xshaydi. Manda lökchaklarga uchrab qolganda "Vayapam" deb qechib qo'yganda yog'aladin. Bo'pti. Sana Vashiga Chidini og'z-og'ziga tegmay maqtab berdi. "Voy, siz o'zingizdanmi o'ta asqatadigan narsani yasab chiqibsiz-jumi? Sizning buning qaraganda birla narsangiz ortiq bo'lib qoldi. Bo'lmasa, men shuning bilan uy tutatdim." To'g'ri. Chidida kelishgan erlarga xos bo'lgan eng muhim birla narsa qolmadi. U bo'lsa-mu, yarashgan saqol. Qachon sizlar mashta o'yildinglar? Bichar Chidi layoqatlik malaylardan bo'lib qolmasdan yo'qoy qildigandimi har vaqt valildab yinib turadigan 500 wattlik lampochka edi. Amaliyotda Chidi eng kam bo'lgan narsa hissiyat edi. Shunglashqa u buyruq oldida hech qanday hissiyat aralashtirmay ish qilg'ashqa o't maydonidan bir yalang'och qizni tug'ma holatda qutuldirib chiqdi. Lekin bu qiz hijolatchilik chidamay o'zini o'ltirib